Bu videoda qizimni makiyajini azuchit qilishga harakat qilaman. Qizini yaxshi ko'rgan otalar nimaga tayyorligini faqat otalar biladi. Nechun? Ketdik. Qizim boshlading, yuzlaringni gubkalar bilan ishqilab tashating. Endi burningni nimadir chizyapsan, endi bo'lsa qovog'ingga, endi bo'lsa yuzingga, endi bo'lsa shochkalaringga, endi bo'lsa yana burningga nima qalam bilan teyyapsan. Voy dod, voy dod. Gubkalar bilan обработка qilyapsan. Sekin-sekin endi ko'zlaringni endi cho'tka bilan olib yuzlaringni chiqaryapsan, rumyanni makiyajni qilyapsan, yana qalam olding, qoshlaringni chiroyli qilyapsan. Endi bo'lsa kipriklaringni chiroyli kipriklarni uzunlashtiryapsan. Voy bunaqa ko'zlaring bilan, voy bunaqa nigohlaring bilan yiqilib tushaman-ku. Endi qovoqlaringga yopishding. Qizim, shundoq ham chiroylisan-ku. Kunda shu narsani qilasan, qancha vaqting ketadi bilmayman. Endi sekin ko'zingning chetlariga chizding. Voy, pitir qilding. Yana nimadir qo'lingga olding. Endi biz erkaklar yaxshi bilmaymiz, lekin harakat qilamiz. Baribir ana sekin qovoqni endi bo'yashni boshladi. Sal turib keyin u ana endi aytaman lablarini bo'yashni boshladi. Qo'liga yana nimadir oldi, pomada oldi shekilli, chiroyli lablarini bo'yadi. Endi sekin chetlarini akantovka qilyapti. Voy sochlaringizdan men seni juda yaxshi ko'raman, qizim.